degan joyi mana shu joy bo'ladi-da. 2025-yil chiqqan Faf mashinamizga akkuratni qilib, idealni qilib, juda mustahkam qilib, uzoq kilometrga yuradigan qilib so'novga qilib berganmiz. Balonlar turish holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Bu tarafdan 4 ta 150 talik balonini olib, xuddi mana shu ko'rib turgan joylarga taxlab berganmiz. Bu yerdan chiqqan 80 taligini mana shu joyga terib berganmiz. Akalar, ustonovkaga alohida baho berib o'tib ketasizlar. Bunaqa ustonovka faqat gaz sentrda bo'ladi. Har doim aytamiz, har doim sizlarga tavsiya beramiz. Birinchi o'rinda sifatga, garantiyaga e'tibor qaratiladi. Akalar, shunaqa xizmatlar bo'yicha Guliston gaz sentriga murojaat qilib, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot yoki narx-navolarni bilishlaringiz mumkin. Guliston gaz sentri sizlarga har doim eng yaxshini tavsiya etadi. 2025-yil Faflarda mana ko'rib turibsizlar, o'zini stoykalariga moslab berganmiz. Deyarli chiqqan, mana qarab turibsizlar. Akalar, o'zini lentalari Xudo xolasa garantiya bo'lishi kerak. Hoji aka, mabodo degan joyiga yana balon kamlik qiladigan bo'lsa, u tarafiga ham 4 ta balon qo'yib beramiz. Hammasi bo'lib 20 ta balon bo'ladi. Endi 20 ta balon bilan qancha kilometr yuraman?